suvni ustiga o'rnatilgan obyektimiz. So'rilari 5 dona, har birlasiga 10 ta, 12 ta, 15 tagacha odam sig'ishi hisobga olingan baliqxona. Mana sokin suvlar oqib turibdi. Hamma yog'i akkuratli. Dam olgan kelishlarni suv tomib turadi. Hali qurilishlar davom etyapti. 1-2 kunda ish boshlanadi. Ko'prik ham o'zimizning mahsulot. Sho'rlarimiz high-tech uslubida yaratilgan. Shogird bola atroflariga bo'yra o'rab, atroflari mana mehmonlar bir-biriga xalaqit bermasligi uchun qilingan. Kesalarning ventilyasiya sal yig'ishtiriladi. Qurilish suvlarning ustida dam kesalar ham bo'laveradi.